PUBG Mobile'da keyingi Turo 1 versiyasida qo'shiladigan top 5 ta muhim yangiliklarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi yangi rejim. Qish fasli kelayotgani uchun yangi sezonda bizni qishki rejim kutmoqda. Bu safar eventlar Shooting Range va fermani pastki qismida joylashgan bo'lib, Penguin City deb nomlangan va shu ko'rinishga ega juda ham chiroyli va qishki vibe'ni berib turadi. Ikkinchisi yangi rejim maxsus quroli. Bu muzli raketa. Bu orqali biz dushmanlarga muzli o'q otamiz va yaxshigina jonini olamiz. Agarda muz yerga otsak, yerda muzli joy paydo bo'ladi va uni ustida yurgan odamlar muzda sirpanib, qo'liga umuman qurol ola olmay qolishadi. Shuningdek, bu qurolda ikkinchi qobiliyati ham bor. Shu knopkani bosish orqali raketadan transport sifatida foydalana olamiz. Yerda ham, havoda ham yaxshigina tezlikda uchib yura olamiz. Uchib yurgan holatimizda ham dushmanlarga muzli o'q otsak bo'ladi. Uchinchi yangilikimiz esa baliqlik shprits. Bu narsa yangi rejimimizdagi eng foydali aptechkalar turiga kiradi va uni ishlatib biz jonimizni va energiyamizni 100% to'ldira olamiz. Bitta urganimizda jonimiz ham, energiyamiz ham full bo'lib qoladi. Undan tashqari baliqni sherikka ham uloqtirib, sherigimiz ham jonini xuddi shu tarzda full qilib bera olamiz. Undan ham zo'r tomoni esa, mabodo sherigimiz yiqilib qolsa, ya'ni nok bo'lib qolsa, borib turg'izishimiz shart emas. Shunchaki shu qo'limizdagi baliqni unga bitta uloqtiramiz, tekkisi bo'ldi. Endi sherigimiz o'zini o'zi bemalol turg'iza oladi, ya'ni hozirgi o'zini o'zi turg'izadigan narsa umuman kerak emas. To'rtinchi yangiligimiz esa o'liklarni yashigini ko'tara olish funksiyasi. Endilikda birortani yashigi xavfli joyda bo'lsa va siz uni xavfsizroq joyda loot qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol shu tugmani bosib, yashikni ko'tarib, o'zingizga qulay joyga borib, o'shani loot qila olasiz. Yoki dushmanlarni o'ldirib, yashigini umuman boshqa joyga yashirib qo'yib, asabini buzishingiz ham mumkin. 5-chi va oxirgi yangiligimiz esa Erangeldagi Ruins joyini oldida suvli hudud bor, ko'pchilik biladi. Aynan shu joyda keyingi Turo 1 versiyamizda butunlay yangitdan qurib, shu ko'rinishga keltirisharkan, ko'rinishi gap bo'lishi mumkin emas va nihoyat suvsiz bemalol otishadigan joy qilib qo'yishibdi. Hozircha Turo 1 versiya yangiliklari shundan iborat. Qalay, yangiliklar sizga yoqdimi, yoqmadimi? Albatta kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'lishni unutmang.